Assalomu alaykum. Salom. Bugungi qisqacha intervyuimiz Ozodbek akamiz bilan. Intervyuimizning mazmuni shuki, yalpi ichki mahsulot hisoblash usullari va uning harakat shakllari. Ikkita savolimiz bor. Bemalol beramiz. Birinchi savolimiz yalpi ichki mahsulot nima? Yalpi ichki mahsulot umumiy qilib aytganda va qisqacha qilib aytganda mamlakatda ishlab chiqarilgan, ma'lum bir davrda ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlarning qiymati deb aytiladi. Qisqacha ma'nosi shunday iborat. Keyingi savolimiz yalpi ichki mahsulotni hisoblashning nechta usuli bor? Yalpi ichki mahsulotni hisoblashni umumiy qilib aytganda usullari ko'p, lekin asosan 3 ta usuli bor, ya'ni daromad, qo'shilgan qiymat va xarajat usullaridan hisoblanadi. Keyingi savolimiz xarajat usuli deganda xarajat usuli nimani anglatadi? Bunda ana shu barcha xarajatlar yig'indisi orqali yalpi ichki mahsulotni hisoblash, ya'ni iste'mol, investitsiya, davlat xarajatlari va sof eksportni hisobga olib aytsak bo'ladi. Daromad usuli nimani anglatadi? Birinchi savolimiz. Daromad usuli ishlab chiqarishda olingan daromadlar yig'indisi, ish haqi, foyda, renta va foizlar. Qo'shilgan qiymat usuli nima? Qo'shilgan qiymat usuli har bir ishlab chiqarish bosqichida qo'shilgan qiymatlar yig'indisini hisoblash. Keyingi savolimiz, mehmonxonada xarajat usuli qanday ko'riladi? Mehmonxonada xarajat usuli ana shu mehmonlar to'lagan mehmonlar tomonidan xizmatlar uchun to'langan xarajatlar tomonidan ko'riladi. Mehmonxonada daromad usuli qanday aks etadi? Mehmonxonada xarajat usuli mehmonxonaning umumiy daromadi, ish haqi, foyda va boshqa tushumlardan hisoblanadi.